Amerikalik fermerlar FIFAning jahon chempionati bo'yicha eng katta muammosini hal qilishga harakat qilmoqda va bu butun turnirni saqlab qolishi mumkin. 16 ta mezbon stadiondan 8 tasi sintetik qoplamadan iborat. Bu nafaqat ko'proq jarohatga yoki o'yin uslubini o'zgarishiga sabab bo'ladi, balki 30 graduslik issiq kunda bu qoplama yuzasi 60 gradusdan ham oshib ketishi mumkin. Muammo shundaki, bu maydonlarni almashtirish unchalik ham oson emas, chunki stadionlar dastlab haqiqiy o't o'stirish uchun mo'ljallanmagan. Ko'pchilik stadionlarda tabiiy o't ekish 1 milliondan 4 million dollargacha tushsa-da, Toronto va Dallas stadionlari bu jihatdan boshqa masala. Ular maydonlarni to'g'ri o'lchamga keltirish uchun mos ravishda 158 million va 295 million dollar sarfladi. Eng asosiy masalaga kelsak, FIFA mahalliy fermerlar bilan hamkorlikda eng yuqori sifatli bir xil o't qatlamlarini yetishtiryapti. Bu o't qatlamlari keyinchalik maxsus mashina yordamida ozgina sun'iy o't bilan birgalikda ekiladi, ammo hali hech narsa kafolatlanmagan. Bularni qanday amalga oshirishlari qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling.